Tak, ko'pchilik so'rayotgandi, ishchilarimiz, ya'ni xodimlarimiz qanaqa qilib ishni belgilab, ya'ni kompyuterda belgilanadimi, Telegramda belgilanadimi deb so'rashibdi. O'shani hozir ko'rsatib o'tamiz. Bizning ishxonamizda qanaqa bo'layotganini. Bizda ham Telegram bor, ham mana bunaqa terminal o'rnatib qo'yganmiz. Terminalga keladi-da, har kim o'zini kodini biladi. Masalan, bizda mana shu ishchimiz bor. Ish olmoqchi bo'lsa, ish olishga bosadi. Ikkita zakazimiz bor ekan, mana любой bittasiga bossa, mana bitta operatsiyasini nomi va puli chiqarib turibdi. Bosilsa, tasdiqlashni bossa, unga yoziladi. Qilib bo'lgandan keyin mana ishlarimga kirsa tayyor bo'ladi. O'sha tayyorni bosgandan keyin unga maosh yoziladi. Maosh yozilgandan keyin bu yoqda maoshini ko'radi va faqat bunda emas, ya'ni Telegramda ham ko'ra oladi bu narsani. Juda qulay, shaffof bo'ladi. Ishoning, sizda qanaqa bo'lsa, masalan, siz korxona egasi bo'ladigan bo'lsangiz, daftaringizda qanaqa yoki hisob-kitoblaringizda qanaqa bo'lsa, xodimingizda ham shunaqa bo'ladi. Natijada oy oxirida hech qanaqa kalla og'riq, ya'ni qanaqadir ishonchsizlik bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz shunaqa tizim qilganmiz. Agar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar.